Bugün ijtimoiy taratqularda millatimizning obrazi aks ettiriladi. Kishilar sizning va mening qanday yashayotganligimdan bekerak ijtimoiy taratqulardagi obrazimizga, aytgan so'zlarimizga qarata baho beradi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. İslam her daim musulmonlarning qalblarini uyg'oq tutish kerakligini hamda har bir musulmonni o'ziga to'g'ri topmagan har qanday ishni boshqa qarindoshlarga ravo ko'rmaslikni kelaydi. Bu sababdan islom musulmonlarni har zamon va makonda xabarlarni sog'lom yo'l bilan qabul qilishni, boshqalarga munosabatli naql qilingan xabarlarga aldirab ishinib ketib, ularga aziyat bermasligi yoki zulm qilib salmaslik uchun xabarning manbasini va rostlanganligini tekshirishga buyuradi. Shuningdek, dinimiz axborotchilik va tashviqotchilik sohasida shug'ullanadigan kishilarning jamiyatda fitna-fasod va mish-mish paranglarning tarqalishiga sababchi bo'lib qolmaslik uchun ommaga munosabat kishilarda xabarning rostlanganligini tekshirib, ishonchli va foydali xabarlar bo'lsa tarqatishni, yolg'on va tuhmat xarakterli xabarlar bo'lsa tarqatmaslikni tavsiya qiladi. Afsuski, boshqalar to'g'risida naql qilingan xabarlarni aniqlash va tekshirishga sal qarash hamda boshqalarning so'ziga osonlikcha ishinib ketish davrimizda keng umumlashib tutgan ijtimoiy illatlardan biri. Nurg'unlarimiz bu masalaga sal qarovatimiz. Halbuki bu masala shariatimizda Alloh ta'kidlagan ijtimoiy farzdir. Alloh taolo yuqorida o'qilib o'tgan oyatda bu haqda bizga alohida yo'l ko'rsatgan bo'lib, ko'plagan mufassirlar bu oyatning Valid ibn Uqba ibn Abi Muayt radhiyallohu anhu haqida nazil bo'lganligini bayon qiladi. Buning tafsiloti mundaq. Bani Mustaliq qabilasi musulmon bo'lgandan keyin payg'ambar alayhisalom ularni zakot yig'ish uchun Valid ibn Uqba radhiyallohu anhu ni vatgan edi. U kishi Shurayo'ga yetib borgandan keyin ma'lum sabablar tufayli qo'rqib qolib, qabila kishilar bilan ko'rishmayli Madinaga qaytib borib payg'ambar alayhisalomga ular zakot berishni rad qildi va meni o'ltirmoqchi bo'lishdi deb arz qildi. Buni anglab payg'ambar alayhisalom qattiq norozi bo'ldi hamda ularni bostirish uchun bir qo'shin avatmoqchi bo'ldi. Ba'zi rivoyatlarda payg'ambar alayhisalom qo'shin avatdi deyilsa, ba'zi rivoyatlarda qo'shin avatmoqchi edi deb bayon qilindi. Ammo hammalar shuningda birdek qarashga ekanki, shu jarayonda Bani Mustaliq qabilasining sardori yani müminlerin anası Hazreti Cüveyre radıyallahu anh'ın dadisi Hazret ibn Zirar radıyallahu anhu özü bir ömekle başlayıp Medine'ye gelip Allah bilen qasam ki zakat berishdan bosh tortish va Validni o'ltirmoqchi bo'lish deganlar u yoq tursin. Biz hatto Validni ko'rib boqmadik. Biz iymonimiz mustahkam. Zakat berishni qat'iy rad qilmaymiz degan. Shuning bilan bu oyat nozil bo'lgan. Alloh taolo bu oyatda musulmonlarga asossiz bir xabarga ishinib qilish tufayli cho'ng xatolik sodir bo'lgan tas qolgan bu nozik payt haqida prinsipal yo'l yo'riq berib, agar sizlarga cho'ng biror xabar yetib kelsa, uni qabul qilishdan ilgari xabar yetkazuvchining qanday odam ekanligiga qaranglar. Navoda u fosiq bo'lsa, ya'ni qarmoqqa so'zlar ishonishga yaramog'dak bo'lsa, uning yetkazgan xabariga asosan biror harakat qilishdan ilgari haqiqiy voqeani astoydil tekshirib chiqinglar deb uqtirish qildi. Bu ilohiy hukmdan intayin keng doiralik bir shar'iy qoida maydoniga chiqqan bo'lib, uning ruhiga binoan har qanday bir islom hokimiyati stili ishonchli bo'lmagan xabarchilarning yetkazgan xabariga asoslanibla biror qavm yoki biror guruhga qarshi harakatga o'tsa bo'lmaydi. Dal shu qoidaga binoan muhaddislar hadis ilmida jarh, ya'ni qorlash va ta'dil yani aqlashdan iborat ikki fanni ijod qilib, payg'ambar alayhisolamning hadislarini keyingilarga yetkazgan kishilarning ahvolini tadqiq qilgan. Faqihlarmi guvohlik qonuniga nisbatan biror kishiga shar'iy jazo keladigan yoki biror haq yuklanadigan har qanday muomalada fosiq kishining guvohligini qabul qilmaslik lozim degan qoidani belgilagan. Butun ilm ahli dunyoning ommabop muomallarida har bir xabarni tekshirib, xabar yetkazuvchining ishonchli yoki emasligini aniqlab chiqish lozim degan qarashda birdek fikrga ega. Chunki oyatda ishlatilgan naba, ya'ni xabar so'zi hamma xabarni emas, balki ahamiyatli xabarlarni ko'rsatadi. Shunga faqihlar bu qoida odat kishilarga yurgizilmaydi degan. Masalan, birasining uyiga borsangiz, ichi kirish uchun oldi bilan ruxsat olasiz. Ondan uyishdan bir kishi kiring deydi. Bu chaqda siz uyingizga vakolatli ruxsatni sizga yetkazgan kishining fasiq yoki solih kishi ekanligini surishti qilib yurmasdan kirsiz. Shuningdek, olimlarimiz navoda birovning xarakterida yolg'onchilik, axloqsizlik bo'lmay, faqatla aqida jihatdagi ozg'unlik tufayli fasiq deb qaralgan bo'lsa, uning guvohligini va rivoyatini qabul qilishga bo'ladi. Chunki aqidasining xarobligi uning guvohligi bilan rivoyatni qabul qilish to'sqinlik bo'la olmaydi degan qarashdan o'rtaq fikrga ega. Xabarni aniqlashning foydalariga kelsak, birinchi,
Alloh taolo xabarni aniqlashga buyurganlik uchun bunga amal qilish. Bo'libmi biz yomon ko'radigan odam haqida gap bo'lmaganda, hissiyotimizning orqaga kirib ketmay aniqlay olish iymonning alomatlaridan biri. Ikkinchi, agar xabarni aniqlamasdan hissiyotimizdan keyin kirib ketsak, oqibatini tasavvur qilg'usiz ziyonga ilib berishi mumkin. Payg'ambar alayhisalom agar ashu sahobaning so'ziga ishinib darhol qo'shin tortib urush ochgan bo'lsa, musulmonlarning orasida qon to'kilishi mumkin edi. Uchinchi, xabarni aniqlash oradagi xato tushunishni saqlab, qarindoshlik va birlikni saqlab qoladi. To'rtinchi, da'vo dastur so'raydigan kishi shikoyat qilib kelgan kishining so'ziga uning bechora holatiga qarab hukm qilmasdan qarshi tarafning so'zini anglashi va bu haqda tekshirish elib berish kerak. Bir kishi Hazrat Umarning yoniga ko'zni quyayotgan bir odam haqida arz qilib kelgan ekan, sahobalar u odamning ko'zining holatini ko'rib, uning ichi og'ritishib ketgan va Hazrat Umarning cho'qim u kishining foydasi uchun hukm chiqarganligini faraz qilishgan edi. Ammo Hazrat Umar adliya ishlariga munosabatli sahobalarga bu odamning ko'zini quyayotgan odamni izlab tekshiringlar. Balkim u odam uning ko'zini quyayotgan bo'lishi mumkin. degan ekan. 5. Jamiyatni munofiq va sotqinlardan tozalaydi. Bugünkidek bir og'iz so'z sekund ichida butun dunyoga tarqalib bo'ladigan bir kunda sotsial media vositalarida ko'rgan bir so'zga uni deguvchining kimligi degan so'zning asosi bor yo'qligini tekshirib ko'rmasdan ishini tarqatsak, balkim so'z qilingan shaxsning xabari bo'lmasdan u kishi tuhmat qilib qo'yishimiz, u kishining yuz obro'yining to'kilishiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Aziz qarindoshlar, bugun ijtimoiy tarmoqlarda millatimizning obrazi aks ettiriladi. Kishilar sizning va mening qanday yashayotganligimdan bekerak ijtimoiy tarmoqlardagi obrazimizga, aytgan so'zlarimizga qarata baho beradi. Sotsial mediadagi pakitsiz xabarlarga osonlashib ketganligimiz uchun bizga hujum qilmoqchi bo'lganlarning to'ziqqa osonla tushib qolamiz. Nom nishonsiz kishilar tomonidan yozilgan yozmalarga ishonib o'z qarindoshlarimizdan gumonlanamiz. Biz uchun rost yolg'on muhim emas, balki u shaxs haqida biror gap chiqsin yetarli bo'lib qoldi. Amaliyotda bu Qur'on Karimning ta'limotiga zid bir harakatdir. Bugun Qur'on xitobiga quloq soladigan musulmonlar xabarlarni tekshirib muomala qilishi, kasb-kamimiz xabarlarning hammasiga ishonib birlik va barobarligimizga daxl yetkazmaslik kerak. O'zimizmi so'zlarimizga diqqat qilishimiz, aniq ma'lumotimiz bo'lmagan temalarda jazm bilan so'zlamasligimiz kerak. Bu vaqtda Payg'ambar alayhisalom agar bir kishi og'zi bilan ikki putining oraliqidagi a'zosiga ega bo'la olsa, men u kishining jannat kirishiga kepil bo'laman degan so'zni har vaqt eslab turishimiz kerak. Ulug' Allohdan kichik deb qaralayotgan, ammo hayotimizga zich munosabatli bo'lgan shunday ishlarda tavfiq, hidoyat va to'g'ri tushuncha ato qilishini so'raymiz. Alloh taolaning bu ulug' Ramazon oyida katta ajrlarni nasib qilishini, iymonimiz va axloqimizni go'zal qilib berishini so'raymiz.